Jag suyak hajmi kichayib ketgan bemorlarning 90%ga suyak o'stirishsiz implant qo'yib bo'lmaydi deb aytishadi. Aslida esa bunga tez va oson bitadigan yechim allaqachon o'ylab topilgan. Bu yechim haqida bugungi videoda to'liq gaplashib o'tamiz. Undan oldin keling, jag suyaklari nima uchun kichayib ketishining sabablarini ko'rib chiqamiz. Jag suyaklarining kichayib ketishi, ya'ni suyak atrofiyasi deb ataladigan jarayon yo'qotilgan tishning o'rniga darhol shu zahoti implant qo'yilmaganligi tufayli kelib chiqadi. Shuning uchun eng zo'r yechim bu tish olingandan so'ng shu zahoti ornamentli implantatsiya o'tkazish, ya'ni yo'qotilgan tishning o'rnini tezroq tiklash. Shuning hisobiga biz jag suyak hajmini normada saqlaymiz va jarayonni tez va oson va arzonroqqa hal qilib beramiz. Zamonaviy tish implant sistemalari orqali esa bu jarayonni og'riqsiz va tez va oson bajarishimiz mumkin. Eng muhim sharti olinadigan va qayta tiklashga yaroqsiz bo'lgan tish yiringlamagan, ya'ni yallig'lanmagan bo'lishi zarur. Shuning hisobiga uni olib o'rniga shu zahoti implant o'rnatib beramiz. Agar yiringlab yallig'langan tish bo'ladigan bo'lsa, kamida uni olib 3 oydan 6 oygacha muddatda kutiladi. Sababi olingan tish o'rnida yangi sog'lom va sifatli suyak hosil bo'ladi va uni o'rniga qo'yilgan implant sizga ko'p muddat xizmat qilib beradi. 5 yil oldin O'zbekistonda implantatsiya rivojlanmagan vaqtda ko'pchilik tish oldirgan bemorlar uni o'rnini implant emas, balki so'mli protezlarni taqib muammoni hal qilishgan va buni hozirgacha taqib yurishlari hisobiga jag suyaklari atrofiyalanib kichrayib ketgan. Bunday holatda implant qo'yish uchun joy yetarli bo'lmaydi. Bu holda sizda 3 ta yechim mavjud. Birinchisi so'mli protez bilan hayotni davom ettirish. Afzalliklari so'mli protezni yasattirish, arzonroq va tezroq bo'ladi. Kamchiliklari esa jag'i vertikal va gorizontal egarsimon qoplab turganligi hisobiga suyakning atrofiyasiga sababchi bo'ladi. Ovqat chaynayotganingizda tabiiy tishlaringizning ildizi chaynoq bosimini suyakda bir xil yoyilishiga sababchi bo'ladi. Olib qo'yiladigan protezlar esa jag suyagini ustiga egarsimon qoplab turganligi hisobiga har tomonlama ezadi va chaynoq bosimini noto'g'ri taqsimlanishiga olib keladi. Buning hisobiga jag suyagingiz tezda kichrayib ketadi. Shu sababli vaqt o'tib ovqat chaynashda qiyinchiliklar tufayli va noto'g'ri bosim taqsimlanishi tufayli jag suyagingiz ham vertikaliga, ya'ni balandligi pasayadi va ham gorizontaliga, ya'ni yo'g'oliga ham kichrayib boradi. Va buning hisobiga protezni siz qisqa muddatda almashtirishingizga to'g'ri keladi. Va buning eng og'ir oqibati bu nervgacha bo'lgan zonalarda suyakning atrofiyasi tufayli jag'ning zaiflashishi va sinuvchan bo'lib qolishi. Bu holatda sizdagi so'mli protezni qisqa muddatda almashtirishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni 2 yil davomida sizga qo'yilgan yangi protez o'ynab qoladi. Va buning sababi protez kengaygani emas, balki jag suyagingizning kichrayganligi hisobiga protezni ushlaydigan jag suyagingizdagi tayanch nuqtalarining kamayganligi hisoblanadi. Va buning hisobiga endi siz 2 yildan so'ng protezni yangidan yasattirishingizga, ya'ni peribazirovka jarayoniga to'g'ri keladi. Tabiiyki, yo'g'onlashgan so'mli protez kichraygan jag suyagingizni yanada qattiqroq siqishni boshlaydi. Va buning hisobiga jag suyagingizning atrofiyasi yanada tezlashadi. Va siz kamida 6 yil ichida protezni 2-3 marta almashtirishingizga to'g'ri keladi. Bu tufayli protezni ushlaydigan jag suyagingizda hech qanday tayanch nuqta qolmaydi. Oxir oqibat protez taqqan vrach sizga protez qo'yib bo'lmaydi degan xulosani beradi va biz taklif qilmoqchi bo'lgan ikkinchi yechimni sizga taklif qiladi. Sizning vaqtingizda yo implantatsiyadan qo'rqib yoki mablag'ingiz yetarli bo'lmaganligi tufayli so'mli protezlar bilan vaziyatdan chiqmoqchi bo'ldingiz. Lekin bu sizni boshi berk ko'chaga olib kelib qo'ydi. Ikkinchisi bu ko'pchilik bilgani va implantatsiyada ko'p qo'llanib kelinayotgan suyak o'stirish jarayonidir. Oldinlari bu jarayon og'riqli va travmatik bo'lgan. Sababi olinadigan qo'shimcha suyak bemorning o'zidan olingan. Lekin hozirgi kunda bunday qilishga hojat yo'q. Sababi implantatsiya tez rivojlanayotganligi tufayli bunday jarayon uchun qo'shimcha olinadigan suyakni qoramol va otdan olinadigan sun'iy suyak materiallarining qayta ishlangan turlari qo'llanib kelinyapti. Bu mahsulotlar to'liq tozalanib, inson organizmiga moslashib ketadigan qilib ishlab chiqariladi. Natijada bemorning o'zidan olinadigan suyak miqdori kamayadi va qo'shimcha jarohat yetkazilmaydi. Og'riq kamroq bo'ladi va davolash jarayoni ham ancha yengil o'tadi. Bu usulning asosiy kamchiligi yangi qo'yilgan suyakni sizning suyagingiz bilan birlashib ketishini kutish. Ya'ni 1 yilgacha vaqt yo'qotishimiz mumkin va undan tashqari bu jarayonning qimmatligi. Ya'ni bitta jag'da agar so'mli protez taqishingiz hisobiga suyak kichrayib ketgan holatda suyak o'stirish amaliyoti o'tkaziladigan bo'lsa, bu jarayonni o'ziga alohida 5-6 ming dollar ketadi. Bu implantlarning narxini hisobga olmaganda hali. Lekin hozirgi zamonaviy implantatsiyadagi yangi ishlab chiqarilgan protokollar hisobiga ortiqcha suyak o'stirishsiz ham vaziyatdan chiqishimiz mumkin. Masalan, transsinus, transnazal, zigomatik implant va pterygoid pozitsiyadagi implantlar orqali sizdagi kritik atrofiya holatlarida ham implantatsiyani muvaffaqiyatli o'tkazib berishimiz mumkin. Ko'pchilik bemorlar konsultatsiyaga kelganda oldin konsultatsiya olingan joyda suyak o'stirishsiz implant qo'yib bo'lmaydi degan xulosani berishgan bo'ladi. Lekin yuqorida aytilgan usullar orqali ham bu vaziyatdan chiqishimiz mumkin. Endi 3-chi, ya'ni kritik suyak atrofiyasi holatlarida biza suyak o'lchamida ikkita qismga e'tibor beramiz. Ya'ni suyakning alveolar qismi va suyakning bazal qismi. Suyakning alveolar qismi tezroq atrofiyaga uchrab ketadi, lekin bazal qismi ko'p hollardagi bemorlarda saqlanib qoladi. Va bunaqa kritik atrofiya holatlarida biz bazal suyakka o'rnatiladigan implantlardan foydalanamiz. Ya'ni Ari va Blue Diamond Kuf implantlari bilan
ortiqcha suyak o'stirishsiz vaziyatdan chiqishimiz mumkin. Ushbu implantlar Janubiy Koreya va Germaniya hamkorligidagi Megagen kompaniyasi tomonidan jag suyagining kritik atrofiya holatlarida implantatsiyani muvaffaqiyatli o'tkazish uchun ishlab chiqarilgan. Ularning boshqa standart implantlardan farqini quyidagi grafikada ko'rishingiz mumkin. Kuzatamiz, bu standart implant. Odatda rezbasi kalta, tanasi yo'g'on va silindr shaklida. O'rnatish vaqtida esa suyakni ezib kiradi va bu standart o'lchamdagi suyaklarga mos keladi. Ya'ni siz ham 5-10 yil oldin implantatsiyaga murojaat qilganingizda bu implantlar sizga mos kelardi. Ari va Blue Diamond Quf implantlari esa o'zining anatomik dizayniga ega. Ya'ni silliq qism bu suyakning atrofiyalangan alveolar qismida joylashadi, rezbali qism esa suyakning saqlanib qolgan bazal qismida joylashadi. Shuni hisobiga bu implantlar bilan ortiqcha suyak o'stirishsiz vaziyatdan chiqishimiz mumkin. Keling endi bu implantlarni o'zini amaliyotda qanday ko'rsatganini ko'rib chiqamiz. Bitta klinik holatni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bemorimizda oldida 4 ta tishlar yo'q holatda chekkadagi 2 tadan 4 ta tishga 8 talik sirkon koronkalarni massavidniy qilib qo'yib berilgan va og'iz bo'shlig'idan ko'rishimiz mumkinki, sirkon koronkalar milkdan oldinda bo'rtib turadi va oldindagi tishlarning yo'qligi tufayli tishlar bosimiga o'rtadan darz ketib singanligi tufayli bardosh bera olmagan. Koronka kechirganda ko'rishimiz mumkinki, milk juda ingichkalashgan va har tomondan 2 tadan 4 ta tishga nisbatan ulangan ko'priksimon protez chaynoq bosimiga bardosh bera olmagan. Quyidagi tasvirda ko'rishimiz mumkinki, suyakning o'lchami alveolar qismi juda ingichka va bu holatda biz standart implantlarni qo'yib bera olmaymiz va biz ARI implantlar orqali bemorda ortiqcha suyak o'stirishsiz vaziyatdan chiqib berdik va bir vaqtning o'zida milkning ingichkalik holatini ham yo'g'onlashtirib, milkning estetikasini ta'minlab berdik. Do holat va post holatni ko'rishimiz mumkinki, milkni tabiiyligi bu vaqtinchalik koronka qo'yilgan holatning o'zida ancha yaxshilangan. Va oldindan qaraganimizda 14 kundan keyingi holat, ya'ni milkni bitishi yaxshi ketyapti va vaqtinchalik qo'yilgan koronkaning o'zi ham tabiiy tishdek milkning orasidan chiqyapti. Yon tomondan ko'rinishi va bemorni do holat va post holatdagi ta'sirini ko'rishingiz mumkin, ya'ni tabassumini ta'sirini ko'rishingiz mumkinki, sirkon koronkadagi tabassum qanaqa, vaqtinchalik koronka post implantatsiyadan keyingi tabassum qanaqa. O'zingiz baho berishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, implantatsiyani kechiktirish va keyinga surish bu yaxshi qaror emasligini tushunib yetdingiz degan umiddamiz. Aynan shu videoni ko'rgan va syomniy protez taqadigan bemorlarimiz uchun maxsus taklifimiz bor. Ya'ni davolashning birinchi bosqichiga implantatsiya uchun 10% chegirma. Konsultatsiyaga yozilish uchun ushbu raqamlar orqali murojaat qiling. Konsultatsiyada shaxsan o'zim Implant Center klinikasida kutib qolaman.